Не случайно, Baxtiyorjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, assalomu alaykum. Barcha liderlar, ustozlar. Bugun ajoyib kun. Bugun juda ajoyib kun. Bu darsni ko'pdan kutganmiz. Vashita kechagini kutganmiz. Bu liderimizning vaqti band. Shunga qaramasdan bizga vaqt ajratib, bugun bizga juda kuchli informatsiya berishga tayyor. Bu inson Samarqand ofisining rukovodители 24 ta ofis bo'lsa O'zbekiston bo'ylab bitta ofisning rukovodители 00 ofisning Samarqand shaharining ofisining rukovodители 42 yildan oshiq vrach ko'plab oilalarga sog'liq ulashishga hissasini qo'shib kelgan bizning liderimiz. Undan esa qarsaklar bilan kelinglar, yurakchilarni ham chin dildan давайте yurakchilarni toshlaymiz. Firuza Xonkeldiyevaga so'z navbatini bersak. Firuza opa, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar, aziz ustozlar va yangi bizni bugun birinchi marotaba kelib, mana shu video chatimizga a'zo bo'lib, kuzatib turgan insonlarimiz. Menimcha bu tabiatda hech qachon bir narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi-da. Odamlar yig'ilmaganiga mana Alloh ham yig'ilsin deb bizani mana shunday sinab ko'rdi. Demak, biz uddaladik. Albatta bugun chatimizni juda yaxshi o'tib beraman degan umiddaman. Men haqiqatan ham Xonkeldiyev va Firuza bu biznesga kirib kelishimning asosiy sababi mahsulot bo'lgan. Chunki mahsulotdan ajoyib natijalarni olganimdan keyin o'zimda sahrni diabet bo'lgan, avlodlarimizda sahrni diabet, otam, onam va barcha tog'a xolalarim sahrniklar. Men ham 33 yoshda sahrni diabet bo'lib, juda zo'r natijalarni o'zimga programma yozib, chuqur o'rganib, yan tushunchalarini, mahsulotlarni juda chuqur o'rganib, mana shu narsalarda erishganimdan keyin hozir 17 yil bo'ldi, sahrim yo'q, 5/5. Bundan men Li Zinyuan janoblaridan judayam minnatdorman. Mana shunday insoniyatga sog'lik ulashib, shunaqangi ajoyib mahsulotlarni bizani O'zbekistonimizga, nafaqat O'zbekistonimizga, butun dunyoga taratganlari uchun men butun oilam, o'zim nomimdan u kishiga minnatdorchilik bildiraman. Keling, bugun men sizlarga Tianshi korporatsiyasining mahsulotlari haqida ajoyib va g'aroyib siz bilmagan informatsiyalarni aytib beraman. Lekin bu informatsiyalarni aytishimdan oldin keling sog'ligimiz haqida bir gaplashib olaylik azizlarim. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, ya'ni WOZ xabar berishicha, uning statistika ma'lumotlariga qaraganda butun dunyoda 5% odam sog'lom ekan. Keyin qolgan insonlarni oladigan bo'lsak, 75% inson bu chala bo'ladigan chala kasal insonlar ekan. Nima uchun deganda, qaysidir birimizda boshimiz og'riydi, bugun qo'yadi o'z-o'zidan. Kimnidir qorni og'riydi, qo'yadi, kimnidir qo'li uyushadi, kimnidir tishi og'rib qoladi, ertagisiga yaxshi bo'ladi. Mana shu bir xil odamlarda slabist, ya'ni ko'ngli ayniydi, yo ba'zi bir insonlarni ko'rib qolasiz, avtobusga mina olmaydi. Shunday avtobusga minsa qaytqiz kelib qoladi. Mana bu insonlarda ham qaysidir kasalliklarni ba'zi bir ichidagi bo'ladirgan tiqilib qolishlar natijasida toksinlarmi, o'sha viruslarmi, boshqa bir muammolar yordamida ichida qandaydir kasalligi bor-u, lekin ular hali yaxshi proyevleniya bo'lmagan insonlar, o'shalar 75% ni tashkil etadi. Ya'ni bizni o'zimiz ham o'sha darajadagi insonlarga kiramiz. 20% insonlar haqiqiy kasal insonlar. Ular albatta meditsinamizga muhtoj bo'lgan insonlar, ya'ni shifoxonada yotgan insonlar. Endi bizni mana shu sog'ligimizga qanday faktorlar ta'sir qiladi? Keling buni ko'rib chiqamiz. 1940-45 yillarda penitsilinni birinchi marotaba insoniyat ochganida o'sha paytda urra deb yuborishdi vrachlar. Nima uchun deganda, mana bu infeksion kasalliklar, tif, boshqa brushnoy tiflar tuzalmay odamlar shu kasaldan o'lib ketardi. Lekin penitsilin ochilgandan keyin bular tuzalishni boshladi. Lekin bular tuzalganidan keyin bizada ikkinchi guruh kategoriya odamlar xronический kasallari bor insonlar, ya'ni bu sahrni diabet, insult, infarkt,
ya'ni psoriaz, kojniy kasalliklar, autoimmun kasalliklar, mana bular onkologik kasalliklar, bular hammasi qolib ketaverdi. Ya'ni vrachlar ularni davolay olishmadi. Shuning uchun mana bizani ko'rsak, nima faktorlar, qanday faktorlar ta'sir qiladiki, insonlarda mana shu xronik kasalliklar kelib chiqadi. Qarang, insoniyat o'sha hozirgi davrda amerikalik Mark degan doktor o'zi 10 ta monografiya yozgan. Mark Heyman degan olim o'sha kitobida yozadiki, katta megapolis, hozirgi kunda mana Toshkent, Samarqand, Andijon bo'lsin yoki bo'lmasa Qozog'iston, Almata shaharlar, bu Kirgiziya, Bishkek shahri, mana bu poytaxt shaharlarimiz, ham Rossiya, hammasi megapolis. Katta megapolis shaharlarida ya'ni toksinlar ishlab chiqarilishi juda ko'p. Insoniyat organizmiga toksin qanday holatda kiradi? Ular terimiz orqali, har qanday vixlopnoy gazlar orqali, ya'ni katta shaharlarda insonlar o'sha yashash sharoitini yaxshilash uchun zavodlar, fabrikalar qurilgan, ulardan tutunlar chiqadi. U tutunlarni bizlar yutamiz. Organizmimizda svobodniy radikallar hosil bo'ladi. Hozir ularga yana qaytamiz. Undan keyin mana yana nimalar ta'sir qiladi? Tashqi muhit faktorlaridan ozon qatlamini kamayib ketishi, ya'ni o'sha dirani ko'p, ya'ni ozon qatlamini ko'payishi, teshik tuynukda kattalashib borayotgani, ya'ni bizga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari o'tib borayotganligi ta'sir qiladi. Ekologiyamizni buzuqligi, mikro-makro elementlarimizni yer sathida yo'q, o'sha ovqatlarimizda to'g'ri yo'qligi, defitsitligi, yerlarimiz, sho'rxoq yerlarimiz hozir boshqa xil qandaydir vitaminga och bo'lib qolganligi va har qanaqangi, mana masalan bir inson hozirda qonun bilan ham bizning O'zbekistonda tasdiqlab qo'yildi, chekishga alohida joylar ajratildi. Nima sababdan? Chunki o'sha chekib borayotgan inson, ba'zilarini ko'chada ko'rib qolamiz, rioya qilmaganlarni. Shuni yonidan o'tib qolsangiz ham o'sha chekkanda chiqqan tutun o'pkangizga kiradi. Mana keling shu svobodniy radikallarni ozgina yana tushuncha berib o'taman. Svobodniy radikal bu siz o'sha tutun, gazlarni yoki masalan hozir bizning Samarqandimizda shunaqa katta mikro avtobuslar, metrobuslar qo'yilgan, скоростной avtobuslar. O'shalardan chiqqan gazlar ham, tutunlar ham organizmimizga ziyon ta'sir qiladi. Organizmimizga shu toksinlar kirar ekan, o'sha toksinlar nima qiladi? O'sha Mark Heymanni aytishi bo'yicha toksinlar organizmimizda svobodniy radikallarni hosil qiladida va svobodniy radikallar organizmimizni kisli sredaga, ya'ni o'sha ishqoriy muhitga emas, kislotali muhitga o'tkazib qo'yadi. Kislotali muhitga o'tkazib qo'ygandan keyin organizmimizda har qanday bakteriya, virus, boshqa xil narsalar ko'payib ketadi. Shuning uchun organizmni pH, ya'ni muhitini, suvli muhitini o'sha 735, 705 hisobida ishqoriy holatda turgandagina bizda hech qanday bakteriya, viruslar ko'paymaydi. Shuning uchun yana Всемирная organizatsiya здравоохранения ma'lumotlariga qaytamiz. Mana 2050-yilga ketib, deyapti olimlar. O'sha hisob kitoblar, statistika ma'lumotlari yaqindagina, mana kechaman oldim buni, yangi ma'lumotlar. Butun dunyoda onkologiya kasalligi birinchi o'ringa chiqarkan. Ikkinchi o'rinda esa sahrni diabet chiqarkan. Uchinchisi psixosomatika, ya'ni psixologik buzilishlar, psixikasini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bemorlar uchinchi o'rinda turar ekan xastaliklar bo'yicha. To'rtinchi o'rinda serdeечно-сосудистые заболевания, ya'ni yurak-qon tomiri kasalliklari. Beshinchi o'rinda esa insult, infarkt, undan keyin esa o'pka kasallari turar ekan. Mana shunaqangi qarang, statistika ma'lumotlarida odamlarga shunchalik odamlarimiz kasal, xronik kasal bo'lib boryapti-da, bizani qanday qilib mana shu sog'ligimizga biz ta'sir qilishimiz mumkin-da, qanday qilib yordam berishimiz mumkin. Ya'ni hammalaring bilasizlar, professor akademik nutritsiolog Rossiyani olimi professor Dadali shunday deb aytadi: inson biologik aktiv faol qo'shimchalar ichar ekan, ichganida
bizani insonni tanasiga o'sha biologik aktiv faol qo'shimchalar tushsa, u bizani oqsillarimiz bilan birikar ekan. Inson tanasidagi biologik, ya'ni biologiyamizga axir o'zimizni oqsillarimiz bilan birikib, o'zimizda o'sha pH sredamizni ishqoriy, mana hozir aytgan ishqoriy muhitga olib kelar ekan. Ishqoriy muhitga olib kelinganda nima bo'ladi? Demak, u yerda hech qanaqangi bakteriya, viruslar ko'paymaydi. Hech qanaqangi sog'ligimiz uchun zarar bo'lgan imkoniyat bo'lmaydi va organizmimizga kirgan makro, mikro elementlarni organizmimiz yaxshi qabul qilib oladida va kislorodga bo'lgan ehtiyoji qondirilar ekan. Badlar mana shu narsani bizani organizmimizga yetkazdirib berar ekan. Ya'ni kletkalar, hujayralarimizga o'sha oziqaviy moddalarni kirgizib, hujayralar ichidan chiqindi moddalar, toksinlarni chiqarib tashlar ekan. Именно vitamin, minerallar, badlar ichganimizdagina bizadan o'sha boyagi olimlar aytgan toksin moddalari bor-ku, qolib ketgan svobodniy radikallar, o'shalarni hammasi tezlik bilan limfa suyuqligidan, yurakdan, o'pkadan va siydik chiqaruv naylari orqali, teri, pot, terilarimiz orqali, o'sha terlashlarimiz orqali tezlik bilan badlar ichganda o'sha narsalar toksinlarni ajralib organizmimizdan tashqi muhitga chiqib ketishligi bu fanda dokazati, ya'ni dokazательная meditsina. O'sha professor Dadalini, bu o'sha olimni, nutritsiolog olimni aytgan gaplarida shunaqa olib chiqib ketar ekan. Demak, qarang, nima uchun bizlar mana biologik faol qo'shimchalar deymiz? Hozir dunyoda juda ham ko'p biologik faol qo'shimchalar tiqilib yotibdi. Har xil kompaniyalar kelyapti. Har qanaqangi dabavkalar bor. Endi olimlar buni hammasini o'ylab, o'lchab, tekshirib, kimik sostavlarini tekshirib ko'rishgan. Ba'zi bir insonlarga siz o'zimizni mana biologik aktiv faol qo'shimchalarimizni Tianshi korporatsiyasi ishlab chiqqan biofaol qo'shimchalarni aytaman deysiz, lekin ular sizga shunday e'tiroz berishadiki, mana aptekada bor yoki boshqa kompaniyalarda bor, arzon deb aytishadi. Lekin qarang, olimlar buni ham o'rganib chiqqan. Men shu oxirgi olimlarning ma'lumotini sizga yetkazaman. Boshqa badlar Tianshi korporatsiyasining badlaridan farqi, ularda faqat bittagina, masalan, vitamin E sini oladigan bo'lsak, vitamin E da bitta tokoferol, ya'ni izomaltofer yo tokoferol, ularning asosi bo'lgan narsasi bir dona bo'lar ekan. Tianshi korporatsiyamizdagi mahsulot, ya'ni mana yaqindagina Qozog'istonga kelgan, o'zim borib xarid qilib kelgan o'sha vitamin E bilan vitamin D va omega 3 qo'shilgan yangi mahsulot, uni ichida 8 ta o'sha tokoferoli bo'lar ekan. Ya'ni uni Tianshi korporatsiyasining mahsulotlarini idealligi bu bizani yin-yang balansimizni, ruhiyatimizdagi o'sha yin-yang muvozanatini to'g'rilashga qaratilgan ekan va shu asnoda ishlab chiqarilgan va undan tashqari organizmimizni belkoviy strukturasi, ya'ni oqsil, organizmimizni oqsiliga juda yaqin qilib tuzilgan ekan. Shuning uchun biza biofaol qo'shimchalarni Tianshinikini ichganimizda shunchalik organizmimiz tez o'zlashtirar ekanki, ba'zi birovlarni nima uchun foyda qilmayapti, nima uchun men ko'p ichyapman degan gapiga mana javob, bu o'sha organizmni qay darajada ifloslanganlik darajasiga bog'liq bo'lar ekan. Mana shunday qilib aytsalaring, juda jahon standartlariga mos darajadagi javobni bergan bo'lasizlar. Endi qarang, bizlar hozir vitamin va minerallarni aytdik. Bir sutkada insoniyat mana o'zimizga 59 ta mikro va makro element kerak ekan sog'lom yashashimiz uchun. 16 ta vitaminlar guruhi kerak ekan. 12 ta aminokislotalar kerak ekan va 3 xil yog'lar kerak ekan. Mana shuncha narsani biz oziq-ovqat mahsulotidan ola olmaymiz, o'rtoqlar. Oziq-ovqat mahsulotlarimizda avvalgidek o'sha eski ota-bobolarimiz yashagan davrni bir esga olaylik. Ular nima qilishgan? Ular yerda ekin, poliz ekinlarini ekishganda va 3 mahal ovqatlanishgan. Unaqa fast foodlar yo perikuslar bo'lmagan. Har qanaqangi shirinlik, shirilgan bulochkalar, burgerlar bo'lmagan. Undagi hozirgi qo'shiladigan krasitellar, kraskalar, har qanaqangi
vkusovoy kачество deymiz-ku, vkuslarni, ya'ni o'sha ta'mlarni yaxshi qilib, ularni yaxshi saqlab beradigan, xolodilnikda tursa ham o'sha pechoni bo'ladimi, somsa bo'ladimi, ishirib pishiriladi-yu, lekin unga nimalardir palmoviy yog'larmi, bir qanaqangi yog'lar, transjirlar qo'shishadi va uni ko'proq saqlab xaridorgir bo'lishi uchun. Biz bilmagan insonlar ularni olib yeganimizda mana sizni organizmingizga o'shanaqangi mahsulotlarni ko'p, ya'ni kola, fanta, chipsi, boyagi har qanaqangi tez bo'ladigan ovqatlari, lapshalar bor-ku, o'shalar va tez bo'ladigan upakovichni chiroyli shirinliklar. O'shalar hammasi organizmda svobodniy radikallarni olib kelar ekan. Svobodniy radikal bu degan toksin, musor. O'sha zararlanish, bu zararlanishlar, toksinlar bizani межклеточный жидкость, ya'ni o'sha kletkalar, hujayralar aro suyuqligida bo'lar ekan. Hujayralar aro suyuqligimiz shunchalik kirlanib ketar ekanki, bizani organizmimiz uni tozalashga o'spet qilmas ekan. Shuning uchun xronik kasalliklar ko'payib ketar ekan. Endi qarang, agarda biz mahsulotlardan, masalan, tvorogda oladigan bo'lsak, tvorogda to'g'ri kalsiy miqdori ko'p. 7 kilogramm tvorog yesak, bir sutkalik 1000 milligram kalsiy ehtiyojini qondirar ekanmiz. Kim 7 kilo tvorog yeya oladi bir kunda? 200 grammini ham yeya olmaydigan insonlar bor. Yoki bo'lmasam, selen miqdorini to'ldirishimiz uchun 160 dona banan yeyishimiz kerak ekan. Bittasini yemaymiz-u, bolalarimizga, nevaralarga olib boramiz, 160 tasi yo'qda tursin. Yoki bo'lmasam, yana bitta mahsulot, vitamin C ni oladigan bo'lsak, agar vitamin C, askorbinoviy kislota zaxirasini to'ldiraman desangiz, 15 ta nima yeyishingiz kerak ekan? Apelsin, 15 ta apelsin yeyish kerak ekan. Yo bo'lmasam 42 ta pomidor. Qarang, bu qanday og'ir narsa. Olimlar buni hisoblab chiqqan. Bularni yeb bo'lmaydi. Shuning uchun bizlar boshqa mana shu zo'r usvayvich, ya'ni organizmimizga eng zo'r darajada ta'sir qiladigan va bittada ehtiyojimizni qondira oladigan darajadagi biologik aktiv faol qo'shimchalarga muhtojmiz. Qozog'iston olimlari shuni isbotlashdiki, bu ham yangi ma'lumotlar. Qozog'istondagi 40% bolalarda vitamin D, vitamin E va askorbinoviy kislota tanqisligi uchrar ekan. 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa yarmidan ziyodi shularni 50% kamqonlik bilan stradat qilar ekan, kamqonlik ekan. O'zimizda ham O'zbekistonda xuddi shu holat. 2 yoshdan 15-16 yoshgacha yarim boladan ziyod 75% kamqonlik bilan stradat qiladi. Ya'ni o'sha kasal, shu bolachala kasal insonlar. Keling, endi men sizlarga o'zimizni mana shu Tianshi korporatsiyasi bizlarga beradigan ajoyib va g'aroyib mahsulotlar haqida gapirib beraman. Shunchalik mana bularni muhim ekanligini, yaxshi ekanligini bilib oldingiz. Endi Tianshi korporatsiyasining mahsulotlari O'zbekistonga 2019-yil 3-avgustda rasman kirib kelgan va qonun doirasida ish olib boradi. Va o'zimizda mahsulotlarimiz albatta butun dunyo hamjamiyati tan olgan sertifikatlar asosida ishlaydi. Halol sertifikati, kosher sertifikati, ISO 9001-9002 sertifikati va FDF sertifikati. Jahonda agar FDF sertifikatini olgan mahsulot bo'lsa, bilingki u 50 dona gapga javob beradi. Ya'ni uni oldiga, o'shanday mahsulotni oldiga 50 ta prichina qo'yiladi-da. Nima uchun deganda, u toza bo'lish kerak, halol, shunaqangi ekologik toza joylarda o'stirilgan, yetishtirilgan, uni shunaqangi обработка qilingan, ya'ni kislorodga boyitilgan, organizmga ziyoni yo'q. Mana shunaqangi prichina 50 tasini qo'yar ekanda, 50 ta talabga javob bersagina FDF sertifikat berilar ekan. Xuddi shu FDF sertifikatiga, dunyoni hamma halol sertifikatiga, Amerikada
bo'lgan o ondagi 13 ta zolotoy medallarni olgan. Mechnikov nomli antilipid choyimiz, Mechnikov nomli dunyo tan olgan o'sha medallarni olgan ekan. Bilingki, qarang, shunaqangi ajoyib, shunaqangi zo'r mahsulot bilan ishlaymiz. Endi mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, mahsulotlarimiz 4 guruhga bo'linadi. Birinchisi bu tozalovchi guruh mahsulotlari. Tozalaymiz, to'ldiruvchi guruh, tiklovchi guruh va profilaktika mahsulotlari. Birinchi navbatda tozalovchi guruh mahsulotlariga endi vaqtimiz ham ограниченный bo'lganligi sababli har bitta guruhdan bitta yo ikkitasini men sizlarga razbor qilib aytib o'tib ketaman. Tozalovchi guruh mahsulotlarimizga antilipidniy choy, hitazan, resveratrol, ikanlar kiradi. Antilipidniy choyni oladigan bo'lsak, bu tozalovchi guruhimizni birinchi pog'onasida turgan mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulot shunaqangi ajoyibki, uni olish darajasi ham juda ajoyib. Uni olinadigan boyagi o'simliklari kislorodga boy bo'lgan o'sha sathda o'sadi. Uni ham o'ziga xos tarzda yig'ishtirib olinadi. Shunaqangi vaqtda yig'ishtirib olinadiki, barcha o'sha choyni efirniy moylari o'zida saqlangan holda yig'ishtirib olinadi. Mana choyga Xitoy Xalq Respublikasida choyni shunaqangi ulug'lashadiki, ba'zi bir mana biz Xitoyga bordik 2025-yil butun mana YSS komandasi bilan chayni seremoniya, ya'ni shunaqa choyni seremoniya tadbir qilib choyni taqdim etishadi. Shunaqa chiroyli qilib taqdim etishadi. Endi ular spetsialist choy yetishtirish bo'yicha. Shunaqangi zo'r anaqa qilishdi-da. Endi nima demoqchiman? Ularda ko'k choy yetishtirish bo'yicha ular birinchi lider, dunyoda birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun bu antilipidniy choyimizning ichida o'ziga xos yetishtirilgan va o'ziga xos briketlangan choylar. Uni ichidagi mahsuloti bitta shu antilipid choyini ichida 500 xil yozib qo'ying. Bu oxirgi ma'lumotlar. 500 xil mahsulot bor. Polifenollar, ya'ni antioksidantlar, o'sha toksinlar dedik-ku, organizmimizda hosil qilgan svobodniy radikallar, toksinlar, gryazlar, shlaklar, o'shalarni hammasini yig'ishtirib antioksidant holatida, antioksidantniy действиесі borda va o'shani olib chiqib ketadi siydik chiqaruv naylari orqali. Undan tashqari choyimizning tarkibida 4 xil yana boshqa giyohli choylar bor. Endi buni xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 10 ta ta'sirga ega. Birinchi navbatda antilipid choyimiz o'zini ta'biri bilan aytganda lipidlarga qarshi, ya'ni yog'larga qarshi kurashaman. Organizmimizga yog'lar kirar ekan, mana sariyog' yegan bolalarni ko'rganmisizlar? Qanaqa mazza qilib yeyishadi. O'sha yog'lar bilan ham yaxshi yog', ham yomon yog' kiradi ichimizga. Antilipid choyimiz yaxshi yog'larni oshirar ekan, yomon yog'larni siydik chiqarish yo'li bilan chiqarib tashlaydi. Bu birinchi xususiyati. Ikkinchi xususiyati oliy darajadagi jigar funksiyasini tiklab beradi. Ya'ni jigarimiz har qanday antibiotiklar, toksinlar, yomon ovqatlanishlar, fast foodlar yordamida to'lib qoladi. Ularni ideal darajada jigar hujayrasini tozalab berar ekan antilipid choyimiz. Uchinchisi bu antilipid choyning temperaturamizni, tana haroratimizni tushirib berishi, местный ta'siri. Undan tashqari, 4-xususiyati bu jigarda safroni, quyuqqa bo'lgan safroni suyuq qilib berar ekan. Mana o't xaltasi, jig'ildoni qaynab, o't xaltasida kekirib, ovqatlarni yaxshi hazm qila olmaydigan insonlarimiz choyimizni ichsa bir 40 kun. Shunday o'tlari suyulib, ovqatlari yaxshi hazm bo'lib, idealni bo'lib ketaveradi. Palovxon to'ralarni yeganingizdan keyin ham bitta choyni bir stakanini bir anagiga bokalga damlab ichsangiz, birdan yegan ovqatingiz hazm bo'ladi va birdan yengil tortasiz. Shunaqangi ajoyib choy. Bundan tashqari choyimiz buyrak va buyrak osti bezimizni ish faoliyatini to'g'rilar ekan.
buyrak usti bezimiz, ya'ni o'sha buyrak usti bezi shunchalik zararlanar ekanki, ba'zi insonlarda o'sha buyrakni o'zi emas, buyrak usti bezini gormonal foni buzilganidan barcha kasalliklar kelib chiqar ekan. Gormonal fon buzilib ketar ekan. Именно choyimiz o'sha buyrak usti bezining gormon ishlab chiqarish funksiyasini to'g'rilab berar ekan. Undan tashqari qalqonsimon bez mana bu yerda bo'ladi. Qalqonsimon bezimiz bu bizani yod, ya'ni o'sha yod zaxiramizni to'g'rilab beradi va barcha endokrin sistemamizni yo'l harakatini to'g'rilab boshqaruvchisi hisoblanadi. Ya'ni gipofiz asosiy gormon, undan keyin bu gormonga, qalqonsimon bezda gormoniga buyruq beriladi. Agar shu ish faoliyati yaxshi bo'lmasa, demak insonda yod tanqisligi kelib chiqadi. Именно mana shu antilipidni choyni ichish jarayonida qalqonsimon bezning funksiyasi tiklanib ketadi. U 7-8 ta bemorlarda men ko'rganman, bu aniq fakt va mana Bekbayevaning leksiyalarida ham o'zim bo'lib eshitganman. U kishida ham xuddi shunday natijalarni olganlar. O'sha bezni ish faoliyati to'g'rilanadi. Bundan tashqari inson tanasini kuch-g'ayratga to'ldiradi. Energiyaga boyitadi. O'sha toksinlarni siydik chiqaruv naylari orqali chiqarib tashlashi natijasida inson bodri bo'ladi va uyquchanligi ketadi, g'ayrati oshadi. Bundan tashqari antilipid choyimiz shunaqangi ajoyib tozalovchi xususiyatlardan tashqari ichak mikroflorasini yaxshilab beradi. Choyni ichib bo'lganingizdan keyin o'sha paketchasini quritib olib qo'ysangiz va o'sha quritilgan paketchasiga 200 gram kefirga solib paketini kechqurun soat 6 da ichib yuborsangiz, ichaklaringizni tozalovchi, ya'ni qabziyatdan tuzatuvchi mahsulot sifatida ajoyib natijaga ega bo'lasiz. Mana shunaqangi antilipid choyimizni ajoyib xususiyatlari bu insoniyatga beriladigan juda ham katta berilgan tuhfa deb o'ylayman, o'rtoqlar. Bundan tashqari ikkinchi mahsulotimiz bu xitazan. Qisqacha bo'lsa ham aytib o'taman. Xitazan mahsuloti bu xitinovая оболочка, ya'ni naturalная koja, bu teri, haqiqatdan teri deb aytiladi. O'sha xitazan mahsulotini именно Tianshi korporatsiyasida olingan xitazan mahsuloti 85% tozalangan va deatsilovaniya qilingan bitta atsil guruhini olib tashlab, juda ham yuqori darajadagi xitazanni tozalanish miqdoriga erishilgan va ta'sir qilish doirasi ham juda ham ajoyib. Organizmga kirar ekan, xitazan ikkiga bo'linadi. Bir qismi oshqozon ichak traktimizda so'riladigan qismi, ikkinchi qismi esa qonga borib tushadi. Ya'ni ingichka ichagimizga borib, birdan qonga o'tib ketadi. Endi keling oshqozon ichak birinchi qismini ko'rib chiqamiz. Oshqozon ichak traktiga tushgan bir qismi xitazanimiz birinchi navbatda bu oshqozonimizni ichida bo'lgan yallig'lanish bo'ladimi, qizarish bo'ladimi, yara bo'ladimi, o'sha hammasini yallig'lanish proseslarini bitkazib beradi. Bu jarayonda bundan tashqari qolib ketgan axlat toshlarini o'ziga biriktirib, najosat orqali tashqi muhitga chiqarib tashlaydi. Ya'ni qolib ketgan toshlarni chiqarib tashlaydi. Bundan tashqari organizmda o'sha ichak mikroflorasini yaxshilab, kalsiy massamizni ko'paytirib, tashqariga olib chiqish, surilishini yaxshilash uchun tashqariga olib chiqishni ta'minlab beradi. Endi keling, ikkinchi qismi bu qonga so'rilgan qismini ko'rib chiqaylik. Qonga so'rilgan qismi qon tomirlarimiz ichida devorlariga juda ham qattiq bo'lib yopishib oladi va o'zi o'sha joyga qon tomirlarimiz ichida yopishib qolgan yog'lar, ya'ni kirib qolgan yog'larga, qon tomir devorlariga yog'larni yopishib qolmasligi uchun xitazan qon tomir devorlariga yopishib oladi. Ya'ni o'shani minus zaryadlangan ionni itarib tashlaydi. Mana bizlar
o'sha xlor ionini itarib, minus zaryadlanganda itarib tashlaydi-da va o'sha angiotenzin moddasi bor, hosil bo'ladi xlorga qo'shilib o'sha organizmda. O'sha narsani hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va bu eng katta yutuq. Chunki mana shunday qilingan darajada gipertoniya kasalligi bartaraf bo'ladi. Ya'ni gipertoniyani o'sha davleniya chiqishni oldini oladi va qon tomirlarimiz ichidagi devorini toraymasligiga yordam beradi. Bundan tashqari xitazan moddasi onkologik proseslarda qanaqa qilib yordam beradi? Ya'ni onkologiyada birinchi navbatda rakoviy kaheksiyani oldini oladi. Ya'ni o'sha onkologik hujayra, onkologiya bo'lgan hujayrani qobig'iga boradi-da, mana qobig'i krugli bo'ladigan bo'lsa, qobig'ini shunday buzib hamma joydan uzib tashlaydi qobig'ini. Va natijada toksinlar межклеточный пространствоga, ya'ni hujayralar aro suvga tushadi, u yerda so'rilib ketadi va so'rilib ketishi natijasida toksinlar kamayadi. Inson ishtahasi ochila boshlaydi, ovqat so'rab ovqat yeydi. Rakoviy kaheksiyani oldini oladi va o'sha rakoviy hujayralarni so'rdirib yuborishi natijasida inson tanasi asta-sekinlik bilan tirilib, ya'ni o'sha o'zini holatiga qayta boshlaydi. O'sha qayt qilishlar to'xtaydi, ovqat so'rash boshlaydi. Ya'ni rak hujayralarini qayta ko'payib ketmasligini ham oldini oladi. Bundan tashqari organizmimizda soli tяжелых metallov deydi, masalan og'ir tuzlar, metallar, har qanaqa pestitsid, gerbitsidlardan qoldiqlar mana organizmimizga balkim o'sha toksin moddasi sifatida kirib qolgan bo'lsa ham o'shalarni chiqarib tashlaydi. Terimizda yoshartirish, ya'ni yaltiratish, yoshartirish va terini yangilash, kollagen ishlab chiqarilishga juda katta yordam beradi. Именно men travmatolog bo'lganim uchun men pozvonochniy kasallarda, ya'ni osteoxondroz, osteoporozlarda juda ko'p xitazanni ishlatganman. Именно mana pozvonochnikda umurtqa pog'onasini suyaklarida, endi o'sha pozvonochnigimizda xriyashlarni to'g'rilashga yordam beradi. Ya'ni kley sifatida kley qilib ketadi. O'sha именно pozvonochnikda singan yoki yorug'lar bo'lgan jarayonlarda yo qo'lda kalsiylar bilan birga qo'shib xitazanni berganingizda o'sha siniqlar, osteoxondroz yo osteoartrozlar, artritlar tezroq bartaraf bo'ladi. Xriyash, ya'ni ishlab chiqarish, xondroitin sulfat ishlab chiqarilish va o'sha xondroitsitlarni tiklanish jarayonlari tezlashadi. O'shalarni tezlashtiradi. Xitazan mahsuloti yana yoshartiruvchi, estetik jihatidan kosmetologlar yuzga har qanday niqob tayyorlash jarayonida ham ulardan foydalanishadi. Bundan tashqari ekan va resveratrol mahsulotimiz bor. Men ekanni endi sizlar antioksidant xususiyatiga ega bo'lgan yagona ichida 78 xil antioksidant flavonidlar va bioflavonidlar bor mahsulot sifatida yaxshi taniysizlar. Askorbinka kislota 80% gacha bo'lgan bu ekanimiz bizga antioksidant sifatida ishlab beradi organizmimizda va organizmni yoshartiradi, tozalab beradi, toksinlardan tozalaydi. Undan tashqari yurak qon tomir sistemasida ishlab yurakka juda katta yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Birozgina men mana bu resveratrol mahsulotiga to'xtalib o'tmoqchiman. Resveratrol mahsuloti bu shunaqangi mahsulotki, bu insonni o'sha uzumni kostichkalaridan o'sha sublimirovat qilish yangi texnologiyalarda tayyorlanish jarayonida o'sha olingan mahsulot hisoblanadi. Bu insonni kletkalarini, ya'ni hujayralarini yangilashga qaratilgan mahsulot hisoblanadi. Albatta buni resveratrolni rakoviy kasallar, masalan predrakoviy kasallar, insult, infarkt bo'lgan kasallar yo shu kasalligini boshdan o'tkazgan yoki buni profilaktikasi sifatida ichadigan insonlar, qon tomirida har qanday toraygan kasallar, bemorlar, sahrni diabetiklar,
psoriaz kasallari ichsa judayam maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu kletkalarni dasturlab beradi. Mana shuni yozib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Dasturlaydi. O'sha sizni kletkalaringizni yangilaydi. Yangilangan kletkalarga, DNKsiga informatsiya beradi. Boshqa kasal bo'lgan. Chunki o'zim bir bu suyakdan suyak nimani ko'rsataman. Mana shu suyakni qismida mana bu joyi chiqqan suyakchani yeri qanday desam, no'xatdan ham ikkita no'xat razmeriga bo'ladi. Suyak o'sib sursangiz bo'lmaydi. Keyin unga tozalov programmasini bergan mozgovoy kalsiy va mana shu mahsulotlar berilganda rol ham o'sha jarayonda 2 martalab ichdi. Shuning uchun bu bemorni 40 kun mobaynida kuzatdik. 40 kundan keyin keldi. O'sha narsa so'rilib ketdi. Suyakcha yo'q bo'ldi qo'lidan. Men buni chuqur o'rganib, juda ham ko'p literaturalarni o'qib o'rgandim. Nima sababdan? Sababi nima buni so'rilib ketishiga? Kalsiy yordam berdimi? Tozalov yordam berdimi? Yo'q. Bitta olimni, o'sha rossiyalik olimni kitoblaridan topdimki, bu resveratrol o'sha kletkalarni dasturlar ekan. Yangilab berar ekan. O'sha joyda shu narsani qayta o'smasligiga, ya'ni mikro-makro elementlarni tozalab, mikro-makro elementni balans to'ldirganingizdan keyin qayta shunaqa o'sib chiqma degan gapni, aqlli gapni aytib ketar ekan o'sha joyga. Oddiy til bilan tushuntirganda. Shuning uchun barcha xronik kasalliklarga resveratrol juda muhim tozalov paytida. Tiklovda emas, tozalov paytida berasizlar. Shuning uchun to'ldiruvchi mahsulotlardan men faqat sizlarga hozir asosan o'zimizda mashhur oltinga teng bo'lgan kalsiyimiz haqida gapirib bermoqchiman. O'sha to'ldiruvchi mahsulotlarimizdan общий kalsiy, детский kalsiy, mozgovoy kalsiy, vitaminniy kalsiy va boshqa kalsiylar hisoblanadi. Shuning uchun shu bitta общий kalsiy misolida men sizlarga o'shani aytib bermoqchiman. Kalsiyga patent olinganidan keyin Li Zingyuan janoblari buni ishlab chiqadilar. Chunki u kishi olim, biolog olim bo'ladilar-da. Barcha oldilariga ulamolarni yig'ib, hamma ilm ahlini yig'ib, shunaqangi patent oladilar mana shu kalsiyni ishlab chiqarishga. Endi buni ishlab chiqarish jarayonida kalsiy ioni, mana kalsiy ionini bir mana shunday o'rtada bir zanjir deb tasavvur qiling. Zanjirni ikkita yonboshida shunaqangi arqon qo'yadilar. O'sha tarkibiy qismi, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun xuddi mana shunday tarzda aytib beraman. Kalsiy ionimiz o'rtada zanjirga bog'langan, sher deb tasavvur qilamiz va u ion holatida, musbat zaryadlangan ion holatida va uni ikkita yonboshidan katta arqonga bog'lab qo'yadilar. O'sha arqonlar bizani biologik faol oqsillarimiz bo'ladi. O'sha biologik faol oqsillarimizga aminokislotalar, ya'ni oqsil moddalari, aminokislotalar, vitaminlar, mineral moddalarini ikkita tomondan biriktirib, kalsiyni qochib ketmasin deb muhrlab qo'yadi. Mana shunaqangi ishlab chiqarilgan kalsiy bu bizni xilatniy forma, sложный, murakkab darajadagi oqsil moddasi. Bu faqatgina mahsulot emas, bu belkoviy oqsil, ya'ni kollagen desangiz ham bo'ladi bu mahsulotda. Va buni ichiga kalsiy bilan fosforni 2 ga 1 nisbati. Xuddi shunday nisbatda organizm uni o'ziniki qilib qabul qiladi. Organizmda bemalol uni qabul qilib, to'g'ridan to'g'ri problemli joyga yuboradi. Ya'ni suyakka beryapsizmi, suyakka boradi. O't xaltaga beryapsizmi, o'tga boradi. Qayerga buyursangiz o'sha yerga boradi. Shunaqangi umniy kalsiy o'zi kerak bo'lgan joyda topib boradi. Shuning uchun uni tarkibida fosfor ham solib qo'yilganki,
u ham o'z navbatida o'sha protsentni sootnosheniyasi organizmga kerakli bo'lgan darajada qilib qo'yilgan. 16 xil aminokislotalar, 54 ta mahsulot, 54 ta vitamin va minerallarga boy aminokislotalar заменимый, незаменимый 18 ta, 9 ta заменимый, 9 ta незаменимый aminokislotalar, oqsillar, vitaminlar, детскийni ichida yana sink, kalsiy, железа, barchasi ichida yod, selen, vitamin D hammasi solib qo'yilgan. Shuning uchun bu sложный belok organizmimizga tushganidan keyin hech qanaqangi o'zgarishsiz to'g'ridan to'g'ri u o'zini o'sha butun tanasidagi barcha yaxshi mahsulotlari bilan birgalikda bizani kletkamiz ichiga kirib ketadi. O'sha tanamizni hujayra darajasidagi hujayramizga kirib ketadi. Uni ta'sirlari nimadan iborat? Mana shuncha mahsulot hujayraga kirdimi, birinchisi hujayraga pitaniy, ya'ni oziqaviy modda beradi. O'sha toksinlarga boy, mujrayib qolgan, charchab qolgan hujayramiz bu mahsulotni boy bo'lgan, mana bu pitaniyni unga yetishmagan oziqaviy modda kelganidan keyin uni ichiga, hujayrani ichiga shunday tuynugini, eshigini ochib shunday kira oladi. Chunki musbat zaryadlangan. Ichiga kirib, o'zini barcha hamma narsasini to'kib, uni ichidan uglekislый gaz, keraksiz chiqindi moddalarni o'ziga biriktirib olib, kalsiy, yana siydik najosat orqali chiqarib, tashqariga chiqarib tashlaydi. Mana bu sizni organizmingizga bizani kalsiy, sizni organizmingizni Ferrarisi, ya'ni Ferrari eng zo'r mashina-ku, to'g'rimi? Bu sizni benziningiz. Bu sizni yoqilg'ingiz. Kalsiysiz hech kim yurmasin. Shuning uchun barchamizga, hammamizga kalsiy kerak bo'ladi. Bundan tashqari pitaniy, ya'ni o'sha oziqaviy moddalar kletkani ajivlyat qilish, tozalash degan funksiyadan tashqari, ya'ni kletkamizga bu yana nima beradi? Ashilachivание, ya'ni boya aytdik, organizmlarimiz kislotali muhitga o'tib qoladi, toksinlar yordamida. Bu yerga bu organizmni ishqoriy muhitini, ya'ni pH sredamizni 7.3, 7.5 holatida ushlab turadi. Mana shu holatda ushlab turganida organizmda hech qanaqa zamburug', virus, infeksiya rivojlanmaydi. Onkologik holatlar, onkologiya prosessi bu holatda rivojlanmaydi, to'xtab qoladi. O'sishdan to'xtaydi onkologiya. Shuning uchun mana bitta olimimiz bor, amerikalik olim, yana исследование o'tkazgan. 0.15% agar biz qonimizni ishqoriy muhitga o'tkazsak, onkologiyadan 65% to'xtaydi o'sishdan deb buni kitobida доказательный медицинада yozib ketgan. Shuning uchun bu aniq fakt. Qanchalik organizmga kalsiy bersangiz, shuncha organizm tozalanadi, uni detoksikatsiya qilasiz, yosharadi, kletkalaringiz to'yinadi va natijada har xil chiqindi moddalari organizmingizdan chiqib ketadi. Bundan tashqari kalsiyni o'tkazuvchanlik, ya'ni mana oddiy narsa bilan tushuntiraman sizlarga, misol tariqasida qarang, ko'p eshitib qolasizlar, boshimni yostiqqa qo'yaman deydi, lekin uyqum kelmaydi. Qancha million shunday insonlar. Boshini yostiqqa qo'ysa ham uyqusi kelmaydi. Chunki ularda o'tkazuvchanlik xususiyati tushib qolgan. O'sha kalsiy yo'qligidan unga uxla, vaqting keldi, endi sen uxlashing kerak degan miyaga informatsiyani nervni kletkalar orqali organlarga o'tkazib berisha olmayapti. Mana shu o'tkazuvchanlik funksiyasini ham bizni kalsiyimiz juda zo'r to'g'rilab beradi. Особенно мозговой kalsiy. Особенно мозговой kalsiy o'tkazuvchanlikni shunday zo'r to'g'rilab beradi. Bundan tashqari kletkalarimizni o'sishi, rivojlanishi, havo olishi va har qanday narsalardan tozalanishiga ham bu kalsiyimiz sababchi bo'ladi va organizmda immunitet holatini ko'taradi. Bundan tashqari fagotsitlarni, leykositlarni fagotsitar aktivligini oshirib beradi. Ya'ni organizmimizda bilasizlar, leykositlar agar qanchalik immunitetimiz past bo'lsa, leykositlarimiz shunchalik past darajada ishlaydi. Agar biz kalsiy bilan boyitsak, organizmni leykositlar yaxshi ishlaydi va kirib qolgan o'zimizga chujurodniy virus,
infeksiya, toksin moddalarini tezlik bilan bartaraf qilib, siz kasal bo'lmasligingizga zamin yaratiladi. Mana shunaqangi ajoyib to'ldiruvchi guruhimiz bor. Bundan tashqari, demak, bizni tiklovchi guruhimizga, tiklovchi guruhlarimiz, mahsulotlar guruhiga bu Cordyceps misolida ko'ramiz. Cordyceps bu xitoyliklarni ta'biri bilan aytganda ikkinchi yurak deb aytiladi. Chunki ikkinchi yurak deyilishiga sabab ular biza buyragimizni ular ikkinchi yurak deb aytadi. Chunki Cordyceps mahsuloti buyragimizni idealni tozalab beradi. Shuning uchun uni ikkinchi nazvaniyasi ikkinchi yurak deb aytiladi. Ya'ni yurakdan tashqari buyragimizni ham ideal darajada tozalab, kuch g'ayratga to'ldirib beradi. Cordyceps o'zi shunaqa mahsulotki 3000-4000 metr balandlikda tog'da yuqorisida o'sadi. Uni tarkibida karditsepin degan modda bor. Karditsepin degan modda bu organizm yillar davomida insoniyatni yoshartirishiga qaratilgan. Yashargan organizmda barcha tana hujayralari tiklanadi va o'sha eng oxirida mana kapillarni sistema deymiz-ku, oxiridagi qon tomirchalarimizgacha mana shu Cordyceps mahsulotini ichganimizda kapillarlarimizgacha o'tkazuvchanligini tiklab ochib berar ekan Cordyceps. Cordyceps endi o'zini xususiyatlarini oladigan bo'lsak, u ikki xil holatda o'sadi. Ham qo'ziqorin, ham o'simlik holatida u 2 yil davrida o'sadida, o'zida barcha mikro makro elementlarni o'ziga to'playdi. Ya'ni tabiat injiqliklariga chidaydi, immunitetni mustahkamlab, immunomodulyator bo'lib o'sib yetishadi va uni shunaqangi toza usloviyada olib yig'ishtirib kapsula holatida tozalangan holatda bizga o'sha Cordyceps mahsulotini yetkazib berishadi. Uni birinchi navbatda sog'ligimizga o'pka, yurak va buyraklarimizni ideal holatga keltirib beruvchi va insoniyatni 100 yoshgacha yashartiruvchi ajoyib mahsulot. Ham antibiotik, ham immunomodulyator, ham tozalovchi, ham to'ldiruvchi, ham immun tizimini muvofiqlashtiruvchi ajoyib mahsulot. Barchaga tavsiya qilib qolaman. Tsink mahsulotimiz ham bor bu guruhda, lekin tsinkni endi hammalaring bilasizlar. Ya'ni tsink mahsuloti erkaklarimiz quvvatini oshiruvchi immunomodulyator. U tsink bo'lmasa 200 xil fermentativniy reaksiyalar organizmimizda amalga oshmaydi. Ya'ni o'sha reaksiyalarni hammasida ishtirok etadi tsink. Именно gormonalniy fon, ya'ni oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan insulinni tarkibiga tsink kirar ekan. Agar tsink bo'lmasa, insulin moddasi yaxshi ishlab chiqmas ekan. Shuning uchun 200 xil bo'ladigan jarayonda hammasida tsink ishtirok etadi. Tsink bu sochlarimiz, tishlarimiz, tirnoqlarimiz, erkaklik xususiyatlarimiz, sog'ligimiz, yoshligimiz hamda virus kasalliklari bo'lgan jarayonda tsinkni katta miqdorda iste'mol qilganingizda u как бы o'zimizda anaferon bor-ku, uni anaferon protivirusni viruslarga qarshi ishlab beradi. Ya'ni o'sha koronavirus paytida ham tsinkni bildingiz, qancha covid paytida tonnalab insonlar tsink izlab qolishdi. Tsinkni nima ekanligini virus bizga ko'rsatib qo'ydi. Hamma tsink назначение qilib qoldi. Shuning uchun Alloh bergan mana bizga mana shunaqangi ne'matlardan yaxshi foydalanib, o'zimizni atrofimizdagi barcha insonlar, qavmi qarindosh, yori og'ayni, do'st birodarlar, tanishlar, jo'ralar va barcha yaqinlarimizga mana shu ma'lumotlarni yetkazasiz degan umiddaman. Balki men yana ham boshqa safar boshqa yana chatlarda ko'risharmiz. Hozir vaqtimiz kam bo'lganligi sababli men shunda tugatib qo'ya qolaman. Agar nimadir savollaring bo'lsa, marhamat, javob berishga tayyorman. Rahmat. Assalomu alaykum. Feruza opa, juda ham zo'r ma'lumotlar oldik bugungi darsdan. Ozmana leykositlar haqida gapirdingiz. Trombositlarda mana ko'pchilik kelyapti, trombositlarda shunaqa muammolarda. Shu ana shu hozir yodimdan chiqdi. Trombositlarni ham ko'paytirib beradi ana shu Cordyceps.
trombotsitlar kamligi yo trombotsitopeniya, trombosita purpura shunaqa kasalliklar bor, qon kasalliklari bor. Ana o'sha paytda berganingizda albatta kardiseps bersangiz mana shu muammolarga o'sha boya aytdik-ku, nima resveratrol va kalsiy, bironta kalsiyni qo'shib bering. Ana shunda kompleks bo'ladi. Siz ham tiklovchi beryapsiz, ham tozalovchi beryapsiz, ham to'ldiruvchi beryapsiz-da bir vaqtda o'zida. Har vaqtda soatini belgilasangiz, например, kalsiyni kechqurun bersangiz, kardisepsni o'zini meridianlariga qarab bersangiz, masalan, kardisepsni именно buyrak meridiani paytida bering, ya'ni soat 3da kechqurungi soat 7larda 5 dan 7 gacha buyrak yana ishlaydi, 3 dan 5 gacha mochpolovaya sfera ishlaydi. Ana shu 3 da bering, bitta kapsula soat 7da bering kardisepsni. Именно buyrak sohasiga bering, chunki resveratrolni ertalab soat 11da bering. Ya'ni o'sha 9da bitta, 11da bitta bersangiz bo'ladi. Nima uchun deganda 11da yurak faoliyati ishlaydi, meridian, unda zo'r ta'sir qiladi. 9da endokrinniy sistema, nervniy sistema bilan birgalikda ishlaydi. Ana shu paytda bersangiz, u endokrinniy sistema davrida ichilgan resveratrol organizmni o'shanaqa qayta trombotsitlar bo'lmasligiga olib keladi. Ya'ni o'shani dasturlab qo'yadi. Aytdik-ku, hozir dasturlaydi. Ikkinchi marta bunaqa kasal bo'lmasin deb aytib qo'yadi boyagi odamga, o'shanga. Shunaqangi tartibda bersangiz yaxshiroq bo'ladi. Kechqurun esa kalsiy ishlaydi. Kalsiy organizmda boyagi zaharlarni tozalab ketadi. Shunda sizda 3 ta mahsulot 3 vaqtda, 3 ta meridianni ishlatasizda organizmda. Shu iloji bo'lsa, men bir qandaydir tashab qo'yarman meridianlarni vaqtlarini Baxtiyorjon gruppalariga. Hammalaring bilib o'rganib olinglar. Qaysi meridianlar qaysi soatlarda ishlaydi, qaysi mahsulotlarni qaysi soatiga qarab bilib o'rganib olsalaring, keyin o'sha mahsulotni именно o'sha organ og'rigan payt, например, pochka ishlagan paytida buyraklarga ta'sir qilsangiz, o'sha paytda kardisepsni o'sha pochkaga beryapsizmi? Buyrak davrida berasiz-da. Masalan, mozgovoy kalsiy beryapsizmi? Nima uchun beryapsiz? Miya faoliyati uchun beryapsiz. Uni ertalab soat 7da yo bo'lmasam kechqurungi soat 21da berasiz. Sentralniy nervniy sistema ishlagan paytda berasiz. Hitazanni обязательно och qoringa berasizlar. Ovqatdan yarim soat oldin. Mana shuni to'g'ri haligisini bir bilib olsalaring, nazacha yiqilish ham boshqasi ham sizda yengil darajada kechadi. Rahmat, Firuza opa, еще раз огромная благодарность sizga, katta rahmat. Bugungi darslar mazza qilib bo'ladi-ku, mazza qilib eshitdim. Yana ham yugurib borib hozir choy damladim. Potom yana ham hitazani ichkim kelyapti. Resveratrolni bosib ichkim kelyapti. Sizning energiyangizni, sizning shu mahsulotga bo'lgan prям отношениеңizdan keyin yana ham boshqa mahsulotlar hammasini hozir ochib ichishni boshlayman. Sizga rahmat, Firuza opa. Огромная благодарность. Sizni kutib qolamiz yana keyingi darslarimizda. Kim nimani oldi, katta gruppada yozamiz, minnatdorchilik yozamiz. Sizga katta rahmat, Firuza opa. Balki ba'zi bir rahmat sizlarga ham ba'zi bir narsalar haqida gaplashmay qolgan bo'lsak, vaqtimiz ozligidan, shuning uchun yana ham boshqa vaqtda nimani qiziqtiradi sizlarni, boshqa bir nimalar bo'lsa, kunduzgi vaqtlarni mana hozir aytib o'tamiz. Kunduzi obed chog'i yoki obeddan keyingi paytni belgilab, marhamat anaqa qilsalaring, men bemalol 2 soat ham o'tib beraman. Sizlarga nima qanaqangi tema kerak bo'lsa. Super. Rahmat, Firuza opa. Pacham bilan Issiqko'lda kutib qolamiz, Issiqko'lda ko'rishamiz. Xudo xohlasa. Обязательно. Firuza opam 7 kunlikka kelyapti, men kichik vatanima. O'sha doim nechinchi yil kelyapsiz opa? Уже 6-yil. 6-yil уже. Doim Issiqko'lda, doim birinchi. Oldindan даже 5 kunlik bo'lsa, doim 10 kunlik qilib pacham bilan doim 10 kunlikka kelardi. Bu yili 7 kunlikka kelyapsizlar. Xudo xohlasa 3-avgustda opa Issiqko'ldan o'zim to'sib kutib olaman. Bo'lib turыңыз opa, yaxshi kelyapsizlar. Sizga rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, mayli. Xo'p, sog' bo'linglar.